Men ham qachonlardir yosh va go'zalroq edim axir. Farzand, uy ishlari, oila tashvishi bilan bo'lib o'zimni unutgan ekanman. Sardor akam o'sha palakat ayolga ko'z uzmay qaradilar. U ayolni yelkasida menga o'xshab g'am tashvishi yo'q-da. Men ham o'zimga qarab ozib olsam, yuzimni ajinlarni ketkazib, labimni o'zgartirsam, u qizdan-da go'zalroq bo'la olaman. Meni ishlashimga ruxsat bermaydilar. Uyda o'tirib bolalarga qara deydilar faqat. Meni u ayoldan nima kam joyim bor? Oyijon, ustozim maktabga tuvakda gul olib kelinglar degan edi. Menga tuvakli gul olib berasizmi? Esimdan chiqibdi-da. Qizim, ukangni bog'chaga tashlab qaytayotganimda tuvakli gul olaman. Xo'pmi, asal qizim? Xo'p. Men o'zimni o'ylamasam, hech kim meni o'ylamaydi. Uyga kelganlarda kayfiyatlarini ko'tarib, keyin shu gapni aytishim lozim. Sardor Akramovich, buni ko'rib bera olasizmi? 1 minut. Alo? Dadasi, charchamayapsizmi? Bugun kechga nima ovqat qilib qo'yay? Nima yegingiz kelyapti? Nima qilsang qilaver. Ha, mayli, o'shani. Ha, bo'pti. Nima gap? Dadasi, muhim gapim bor edi. Iltimos, shu yuzimga kosmetolog uchun, uxot uchun pul bersangiz. Yuzimni tozalatib, botoks qildirmoqchiman. Lablarimga ham yaxshi parvarish qildirmoqchiman. Yaningizda yanada go'zal bo'lib yurishni xohlayman. Nimasan, yengil tabiatli ayol bo'lmoqchimisan? Ozgin kelsa o'zing oz, ana tabiiy go'zal bo'lgin. Kerak emas menga sun'iy lablaring. O'zlari lobi ishirilgan, o'ziga qaraydigan ayollarga qaraydilar. Lekin menga kelganda tabiiy bo'l deyshadi.